Assalomu alaykum hammaga. Barchaga Ramazon oylari muborak bo'lsin. Barcha kim ro'za tutgan bo'lsa, olgan ro'zalari qabul bo'lsin. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta paralarda keyingi haftaga o'z qarashlarimni bildirib o'taman, ya'ni analizlar keltiraman. Birinchi tiladan boshlab bo'lsak, tilada asosiy qarashim hozir longga qizyapman ko'proq. Chunki hozir trend bullish, ya'ni long, trend is your friend degandek, trendga qarshi yurib bo'lmaydi. Mani qarashim hozircha birinchi nima? Mana shuni zonani chizib olsak, narx dushanba kuni impuls bilan ochilib, narxda biroz shu 5250 largacha tepaga yurib bergandan keyin yana shu hozirgi narx turgan joyda kelib, yana dalshi long kutishimiz mumkin. 5000 6000 gacha. Dash all time high ni yangilashi ham mumkin. Shu bilan bu birinchi qarashim. Keyingisi pastda likvidlar qolgan ko'p joyda. Ana bularni olishga narx kelishi mumkin. Chunki bu all time high ni olganga kelguncha bular yaqinroq, bularni olish ham ehtimoli, bu likvidni olguncha bular ancha yaqinroq. Bozor ehtimolligi bu yoqqa tushishi ham mumkin. Keyin ana bu yerda narx, shu yerda likvidlik qilgan, energiya qilgan narx dushanba kuni pastga biroz tushib bersa, pastga shu 5000 lardan gacha kelib yana long kutishimiz mumkin. Hozircha tilada nimam shunday. Keyin kanalda bir nechta nimalarga ideya berganman. Kanalni poistga bersanglar ham bo'ladi. Ozodbek, pastki chiziqcha Bobojonov o'tgan hafta berganman. Outcutga. Outcut chizilgan bu yerda 4 soatlikda. Trend hozir outcutga. Trend bullish, long trend. Bu yerda trend is your friend degandek biz longga ideya qidiramiz. Ana bu yerda order blok qolib ketgan. Shu order blokdan reaksiya olib tepaga ketadi deb analiz bergandik. Order blokgacha kelmadi, lekin o'sha ssenariy chiroyli, o'ta chiroyli ishlab bergan. Narx o'sha joydan ancha pastga tushishdan order blokka tegmagan. Ana bu yerda ham order blok kichikroq qolgan. O'sha order blokni olib narx darshi ko'tarilgan. Yana bu anchagacha ko'tarilishi mumkin. Keyingisi JPayga bergandik. Narx holi o'sha turgan joyda, bu yerdan long bergandik. Ana shu zonalardan bol o'z joyida turibdi. Keyingisi outga narx mana shu 1910 largadek payti narx buzib o'tib, ana shu joydan buzib o'tib bu yerga kelib boshqatdan pastga yana tushadi degandik. Hozircha bu ham ishlab beryapti. Narx zonani buzib o'tdi, deyarli ancha buzib o'tgan. Endi shu yerdan orqaga qaytib yana pastga qaytsa ko'rishimiz mumkin. Keyingisi
AUDUSD da ham trend bulish trend langoviy. Bu yerda energiya yig'ilgan likvidlik ko'p zona qolgani uchun narx qaytish ehtimolligi yuqori bo'lgan zona. Shunga narx uje bu zonadan nima qilib bo'lgan reaksiya olib ancha tepaga yurib berdi. Buni dalshi yana long ko'ramiz. 7000, 72000, 73000 gacha. Hozircha bulardan shu hozircha keyingi nima? Euro USD ga qarasak, Euro USD hozir langoviy trendda yozsak, bunga mana qarashim hozircha pastga ketadi deb o'ylayman. Shartoviy narx shu zonaga tegib pastga ulagan. Yana bu pastga biroz tushib 1700 largacha, keyin mana shunday ssenariyni kutsak bo'ladi bundan. Euro USD ga o'sish shunday. Keyin bu yerda Katjipay bor ekan. Katjipay bunga bir soatlikka qarasak, langoviy trend bunga buy trend asosiy zonalarni belgilab olsak, narxini bu yerda energiya yaxshi ishlab bergan. Birinchisida reaksiya olib atkatdan ham yaxshi ishlab bergan. Bu ham o'zicha zona deb ishlab olsak bo'ladi, chunki ko'proq narx qaytgan. Yer shuni o'zidan ham narx qaytib berishi mumkin. Hozircha bu haftaga qarashlarim shunday iborat. Barchaga rahmat.